katta oilalar uchun ham bemalol yetadigan yoki mehmon kelganda tayyorlab stolga kesganingizda sizni umuman uyaltirib qo'ymaydigan bir list bo'lib chiqadigan medavik retseptini o'rgataman. Chuqurroq idishimizga asal, soda va margarinimizni solib, qizarib chiroyli rangga kirgunigacha yaxshilab aralashtirib turamiz. O'zingizga yoqadigan rangga kirganda tagini o'chiramiz. Alohida idishimizga 6 ta tuxumimizni solib, oz-ozdan shakarimizni ham solib, oppoqqina massa bo'lgunigacha yaxshilab miksirlab olamiz. Sovigan asalli massamizni ham qo'shib, yana bitta aralashtiramiz. Ketidan unimizni ham 3-4 ta qismga bo'lib, shunaqa salgina quyuqroq kashasimon holga kelgunigacha aralashtiramiz. Tayyor massamizni 3 ta yoki 4 ta teng qismga bo'lib olamiz. Bo'lib olgan massalarimizni pergament solingan listimizda 10 minutdan pishirib olamiz. Ko'rishlarimiz pishib chiqqunigacha krem tayyorlab olamiz. Bu medavik uchun xohlagan kremingizdan foydalansangiz bo'ladi. Men zavarnoy kremdan foydalandim. Ketgan mahsulotlarning grammini to'liq video tagida yozib qoldiraman. Birin-ketin pishib chiqqan ko'rishlarimizni chetlarini tekislab kesib olamiz va ustiga sepishimiz uchun mayda urva holga keltirib olamiz. Pishgan ko'rishlarimizni birin-ketin krem ko'rish holatida terib olamiz va oxirgi qavatiga tayyorlab olgan urvog'imizni chiroyli qilib tekislab sepib chiqamiz va xolodilnikka 1-2 soatga qoldirib, chiroyli qilib kesib dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha.